Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Süleyman ibn Abdülmelik zamanında Ömer ibn Abdülaziz'e münasebetlik boğan bir kısım bayallah hakkında to'xtalib o'tamiz. Hamda Raja ibn Hayavi degan Süleyman ibn Abdülmelik'teki vezir dercilik en çok saqchisi bu adam. Ömer ibn Abdülaziz'ni izbasar xalif qilib belgilab qo'yish haqida nasihat qilgan. Bu qandaq avvalda tafsilot bilan tanishib chiqaylik. Abdurrahman ibn Hassan el-Kinani degan zatning deyishicha, Süleyman ibn Abdülmelik Dabiq degan yerda urush qilib o'tib o'lgan. Vafot bo'lgan. Dabiq hozirgi Suriyaniki Halab viloyatiga doir bir yeza. Endi bu adam şu aralıkta kesel bulup kaldı. Kesel olganda Raja ibn Hayavi'ye mundaq depdi. Men ölüp ketsem bu işini kimga topshirsam bo'lar? O'g'limni xalif qilsam bo'larmi desa, o'g'ling yo'q tursa. Yana bir o'g'limchu desa, kichik tursa. Shundan Süleyman undaq men kimni o'rinbosar valiahdi qilib belgilab qo'ysam bo'lar desa, Ömer ibn Abdülazizni xalif qo'ygan debdi. Bu yaxshi vazir, haqiqiy davlat ko'yindigan vazir, samimiy bo'ladi, o'sha odamga o'xshash. Shuning bilan Süleyman ibn Abdülmelik debdiki, men qarindoshlarimdan ensirayman, tuqqanlarimdan ensirayman, ular uning qo'shilmasmiki debdi. Raja debdiki, yo'q, Ömerni bu ishga mas'ul qil. Ömerdan keyin sening ening Yazid ibn Abdülmelikni valiahd qilib qo'y debdi. Degandikan deb bo'lib, sen bir yorliqni yozsa, onunga pechatni bassa, ularni mush pechatlangan holatda mush xatda nima chiqsa shunga bayat qilsa deb chaqirsa. Degandikan Süleyman ibn Abdülmelik sen degandek bo'lsin deb shunday debdi. Shona bu odam bir qog'oz qalam keltirib, buningga valiahdini yezib belgilabdi va uni Rajaga berib mundaq debdi. Kishilarning qishig'i chiqib, mush xatni mush pechatlangan holatda kishilar mushunga bayat qilsin. Shunga da'vat qil debdi-da. Raja ibn Hayavi chiqib debdiki, Amirul Mu'minin xalifimiz sizlarni mush xatning ichida kim bo'lsa mushunga bayat qilsin da'vatida. Mush qabul qilsin da'vatida desa, ular kim o debdi. Degandikin bu xat pechatlaylik bilmayman debdi-da. Degandikan ham ay xalifimiz Amirul Mu'minin ölüp ketgan qadar bunun ichidagi odamni deyishga bo'lmaydi deb turibdi. Ammo o kishilar va bo'lapmi mushu tuqqanlari, xalifning tuqqanlari, yo'q, undan biz bayat qilmaymiz degandikan, Raja ibn Hayavi Süleyman ibn Abdülmelikning huzuriga qaytib kirib, avvalda degandikan Süleyman debdi, sen saqchiga mas'ul, qo'g'dash bo'limiga mas'ul kishilarni chaqirib, kishilarning hammasini bir yerga chaqa. Ulardan bayatni al. Kim rad qilib tursa bo'ynini kes degandek ashta qilsa hammasi majburan asosida bu yerda bo'ysunib bayat beribdi. Raja shunaq deydi hamda shu orliqda men shu qaytib menga Hisham hamda Süleyman ibn Abdülmelikning yana bir inisi hamda bunaq debdi. Raja debdi desa, biz seninki bizni o'rning xil yuqori oilamizniki. Endi xalifimiz biror ishni qilgan bo'lsa, men bilmaydigan bir ishlarni. Men bir ensiravatman, bu xilofatni mendan yo'qitib qo'ygan o'xshaydi, yoki menda elvatga o'xshaydi, nomzodlikda. Agar meni nomzodlikdan chiqarib etgan bo'lsa, bu ishni menga darhol hozir bir bildirgan bo'lsang, biz fursat qo'ldan ketishdan burun bu ishni hal qilishga bir urinib baqsak debdi-da. Deganki Raja ibn Hayavi deydi, men shunday dedim, subhanalloh. Amirul Mu'minin mendan bir ishni yo'shirib yo'shirishni talab qilib men sana bu ishni uqtiramanmi? Yo'qsin, hargiz unday bo'lmaydi. Shu orliqda Ömer ibn Abdülaziz bilan uchrashdim deydi. Bu kesel bular bir necha kun bo'lgan orliqdagi avvallamda. Bu vaqtda siyosiy g'ong'ongli bo'ladimda, kimni qilgandi deganda. Ömer ibn Abdülaziz dedi, Raja mening ko'nglimga bir mush odam to'g'riliq cho'ng bir ish kelyapti. Endi ba'zi ishlarni inson bir xotira orqali qalbidagi his tuyg'u orqali xotirasida o'tadigan avvalda bo'ladi.
Degende şu hatırsa ötkende şu iş bulap kaldığı avvallama buludu. Bu Allah'nınki bir kudretlerinden biri bolsa gerek. Men bu hilafetni bana belgilep koydum dep ensiravatım ko'nglimdan shundoq bir endişler bor depdi-da. Men bu işin ödüsini chiqolmayman. Agar unda olab qolsa men darhol bu ishni bil degan bo'lsang, bu ishni chiroyli yani hal qilish fursati bor. Mush hayot vaqtimni shu xalif hayot vaqtida men bu ishdan qutulib ketay deb. Raja dedi subhanallah, Emirul Mu'minin mende bir ishni yoshirib olsa, sana bu ishni yana bildirsam bo'lamdi dedim-da. Şu aralıkta hamda bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin Sulaymon o'lib ketdi. Kitobni ichib qarasa, uningda Ömür ibn Abdulaziz'ni taxt varis qilib belgilagan. Abdulmalik jamoatining bolalarining hammasining chiroyi o'zgarib ketdi. O gapni anglagandan keyin. Xalifa Ömür ibn Abdulaziz degan ekan. Uning keyin Yazid ibn Abdulmalik bo'ladi degan gap chiqqandan so'ng xatdan hammasi o'z joyiga tushdi-da. Şunlar ular Ömür Abdülaziz'in huzuruna gelip halifelik bilen salam verdi. Ömür ibn Abdülaziz, Süleyman'ın, Yazid'nin, Velid'nin tağısının balları buludu. Hem de demek bu yerde bir aileden yani bir aileki çıktı varsa taxt hakimiyet. Bunlar çokum bir ensreş boğan bu aralıkta. Hem kişiler vay Esselamu Aleyke ya Halife dep, Halife dep Ömür ibn Abdülaziz'e salam verse bu adam ya da futbollardan mağdur kalmay yıkıp düştü hem de Allah'ta. Çünkü bu evvelden bu adam hang kılıp özünü yoktub koydu da. Hatta kopanmadı. Kopanmay bu başkalar bu adamın iki koltuğu da yölep kopadı da. Sonra o adam munberge çıktı. Yani munber şu halifeye has bir simvolluk belge şu zamanlarda. Munberge çıkarıp koydu hatta. Uzun oturup gitti, gap kılanmadı, gap gelmey. Şimdi onlar raca dedi, kopanglar, Emiril Mu'min'e beyat kılmamışlar diyenken, hemmeyle bulapmamış Abdülmelik cemaati, Umayyeviler cemaati, hemmisi beyat kıldı, Ömür ibn Abdülaziz kolunu ulaq söz verdi dedi. Ondan Ömür ibn Abdülaziz ornudan turup, Allah'a hamd sana etip, bundaq dedi, ey halayık, ben bir qazi soçu emesmen, lekin ben icra qilg'uchi, hükümde. Ben bid'atçı emasman, lekin men ergashguchi, yani Qur'on hadisga ergashguchi. Atrofimizda nurg'un shaharlar, nurg'un o'lkalar, viloyatlar bor. Ularni sizlarga o'xshash menga bo'ysunsa, men sizlarning valilaringlar. Agar ular rad qilib turib olsa, men sizlarga vali emas, xalifa emas, hokim emas dedi. Cho'qim hammadan men e'tirof qilish kerak dedi. Andı düşkendan keyin bu adamga ma'pi, egisi ma'pini keldi da. Odam dedi, nima bu xalifaning ma'pisi? Hamda o vaqtida hozirgidek mashinalar yo'q. O ma'pini bek hashamatli yasalgan bo'ladi da. Ömür ibn Abdülaziz de yo'q, mening ehtiyojim yo'q bundan narsaga. Yani hashamatchilikni qo'g'lashmaydi bu odam. Mening shu ulug'imni aytganlar eshikimni yoki qichirimni. Deb bu odam shu eshikka minib bilan uyga kirib ketdi, uyga yurib ketdi. Adım bir qog'oz qalamni ilib, o'z qo'li bilan bütün viloyatlarga, bütün shahardagi valilarga bu odam xat yozdi. Endi Raja ibn Hayaviy deydi, men uni bir ojizroq bo'lib qolamki hokimiyatda deb o'ylagandim. Lekin buning xat yozish uslubi, buning jiddiy kaskinlikini ko'rib, bu texim yani kuchli ekan deb shunday o'yladim deydi. Marwan ibn Abdülmelik bilen aksi Süleyman ibn Abdülmelik'nin arasında bir cidel macera bo'lganda Ömür ibn Abdülaziz aralashgan. Bunu qandaq bir taraf qilgan bunu bilib chiqayli. Rivoyatlarda deyishcha, Marwan ibn Abdülmelik bilen aksi Süleyman'ның xilofat zamonida ma'lum bir cidel gap talish bo'lib qopdi-da. Buningga Süleyman mundaq debdi. Shu cidel aralig'ida, "Oy, anisi Usalning bolasi" degende gap. Çünkü ikisininki anısı ayrım hem de. Lekin Marwan'ınki anısı Yazid'ninki ballardan, kızlardan bo'ldi. Marwan ağzını açıp şunda cevap berdi davası Ömür ibn Abdülaziz ağzını kapat etibaptı da mundaq depdi. Allah'ın namıyla sorayma, bo'ldi gap qilmagan. O senin akan, senden çoğ, hem senin xalifen degandan keyin o jim turibdi hamda, bo'libdi-da.
Marwan. Şunu bilen mundaq depdi, men ötürep koydum da emdi. Dep açıqda yapıptı. Az bir ay xuda mening içimge ottummy kızık bir näse ne sep koydum. Varaqşıp git bardı işem. Şu uzun ötme ölüp ketken deydi. Bu kısa ne Süleyman bilen emas, Velid ibn Abdülmelik bilen mi bolgan? Bu Süleyman emas deyilip. En muhimi Mervan, muş özeki akiler bilen muşta bir güzel macera bulap. Ömer ibn Abdülaziz bu jidelni bir taraf kılış için ağzını etülüp şunu besiqtirip etken. Ama Mervan ibn Abdülmelik şu açıqni yutup teşik çıqırıp etmey. Şununki dädi de şu kız ölüp ketken. Bu akiler bunu ayeti pek pişayman qilgan. Bununki qap qo'yab bunun dädi ölüp ketkenliginden. Endi Mervan muşu aile içinde en kabiliyetlik bir adam edi. Demek Ömer ibn Abdülaziz'inki murassachilikka mana aytdi. Gep ötkör. Şu halifler arasında şu bir taraf qılalgıdak derecede özünki ordan bat etmekçide bu adam. İbn Abi Dunya Ziyad ibn Osman'dan rivayet qilgan bir mazmunda Ömer ibn Abdülaziz Süleyman ibn Abdülmelik'nin huzuriga kiribdi de. Endi oğlu Eyyub şu vaqt ölüp ketdigan vaqt ekan, sekratlik vaqtda. Mundaq depdi Amirul Mu'minin Abdurrahman ibn Abi Bakr şundaq degan. Bu zatmi şu Basrdagi Iroqdagi o'tgan mashhur olimlardan. Şu adam mundaq depgan. Bu söz hem de hemimizge bir nasihat karakterlik söz. Bu adam depgan-da hamda. Ömer ibn Abdülaziz bu söz arqalı Süleyman ibn Abdülmelik'e ta'ziya bermekçi buladı da oğlunun ölüp ketkenlik üçün. Halifimiz bir adam dünyada uzun yaşayışını arzu qiladigan, yaxshi ko'radigan, o'zi nayt ko'p musibetlarga tayyorlik qilib qo'ysin deb shunaq degan edi Abdurrahman ibn Abu Bakr. Deb mush orqali tasalli bergan. Demak, dunyoda inson ko'p yashaydi ekan, bu odam keladigan musibetlar, balay ofatlar har vaqt bo'lib turdi. Sabr qiling degan ta'ziyani tushunchada bermoqchi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.